Salaydan ikki chekimni olsab chiqay, mahallani aylanib chiqay. Shu kunlarda rais bo'lmi kayfiyat sollo. O'ldi. Buyini Amerika masjidi bilan jag'ingga solaydi. Qo'qitib yording, nima bo'lyapti o'zi mahallaga? Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga qancha daromad qilish kerak? 20 ming dollar topishlari kerak, 18 ming dollar menga rasxod qilishlari kerak. Oyiga 20 ming dollar. Siz Jennifer Lopez'sizda, to'g'rimi? William Shakespeare'ning qizimi, Mark Twain'ning ammasimi? Anetta dadang senlarni baqaman deb 3 million oylikqa jigari ezilib yotibdi. To'g'ri qol. Jonim, men ham o'zgardim, o'zgasiga ketmadim. Oprosheniya. Mahallaga nima bo'lyapti? Urushmay. Barsazor, Realzor deb urushasanlar. Internetda ham shu ahvol. O'sha Barsadagi Yamal ikkita non olib kirdimi uyingga? Yo'q. Seni tanimaydi hamda. Mbappe